insonlarni bu hayoti dunyoda jamlaydigan bir narsa bor. Butun insoniyat mana shu narsa atrofida, mana shu narsa xususida, ya'ni hamfikrlar. U ham bo'lsa, insonlarning barchasi bu hayotda nimaiki qilsa qilsin, g'am tashvishni uzoqlashtirishlik uchun qilishadi. Nimaki amal qilsa qilsin, g'am tashvishdan forig' bo'lishlik, qutulishlik uchun amal qilinadi. Bir insonni kim bo'lishidan qat'iy nazar qilayotgan xohlagan bir ishini misol keltiring, ko'z oldingizga keltiring. Nima uchun qilyapti desangiz, javobi shu bo'ladi. Bu g'amlardan qutulishlik uchun qilyapti. Ochlik g'amidan qutulishlik uchun yemoq izlayapti. Balog'atga yetgandan keyin juftga ehtiyoji bo'lganligi uchun, buni g'amidan, tashvishidan qutulishlik uchun o'ziga jufti halol izlayapti. Oila, bola chaqa bularni g'am tashvishlarini bartaraf etishlik uchun nimaga ehtiyoj bor? Maoshga ehtiyoj bor, pulga ehtiyoj bor. Uning uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak, kasb qilish kerak, tijorat qilish kerak. Ya'niki inson bolasi bu hayotda nima amal qilmasin, nima uchun qilyapti buni deb so'rasangiz, javobi bitta. G'am tashvishlardan qutulishlik uchun. Chunki azizlar, bu dunyo g'am dunyosi. Bu dunyo tashvishlar, mas'uliyatlar dunyosi. Shundoq emasmi? Ana endi siz o'zingizga o'zingiz savol bering. Meni qilayotgan amallarimdan qaysi biri bu dunyoni g'ami tashvishidan qutulishlik uchun emas? Bir inson namoz o'qiyotgan bo'lsa, masalan, nima uchun namoz o'qiyapsiz deb so'rasa, u odam mana shu dunyo tashvishlaridan qaysi birinidir ko'rsatib, mana shundan qutulishligi uchun deydimi? Aslo demaydi. Ibodatlar, Alloh uchun qilinayotgan amallar, bularning barchasi azizlar, bu dunyo g'ami tashvishini ketkazishlik uchun emas, balki haqiqiy g'am bo'lgan, haqiqiy tashvish bo'lgan, haqiqiy o'ylanishimiz lozim bo'lgan mas'uliyat, g'am, tashvish oxiratda bo'ladigan g'am tashvish aslida. Ana o'sha g'am tashvishni ketkizaman degan odam namoz o'qiydi, ibodatlarini o'z o'rnida bajo keltiradi. Ana o'sha odam hech kim zo'rlamasa ham molidan, davlatidan ajratib, o'z ixtiyori bilan yalinib yurib, kerak bo'lsa, kambag'al, beva bechoralarning orqasidan yugurib yuradi, mana shuni olib qo'ying deb. Bir sadaqa qilayotgan, ehson qilayotgan odam pulini, qiynalib topgan pulini birovga olib borib berar ekan, u qilayotgan ishi bilan bu dunyoni qaysi g'amini bartaraf qilyapti deb o'ylaysiz? Aslo. Oxiratdan g'ami bo'lgan odam, oxiratni tashvishini qilgan odamgina bu ishni qiladi azizlar. Siz qilayotgan amallaringiz qaysi g'am tashvishlaringizni bartaraf qilishlik uchun yo'naltirilgan? Maqsadingiz qaysi g'am, qaysi tashvishlar? O'zingiz uchun o'zingiz savol bering albatta.